Assalamu alaikum урматтуу багбандар. Биз Аравандабыз. Бүгүн сиздерге өтө кызыктуу тема болот. Бүгүн Токтосун абабыздын помидор питомнигине кирип келатабыз туугандар. Токтосун аба. Башынан айтып берсеңиз, сиздеги F1 эң күчтүү баягы помидор бере турган. Бир түбү баягы 5-10 кг помидор берет деп айтат го. Теплицаларда, анан ачык талаларда. Ошондой помидор чындап ошончо береби, канча берет чындыгында, анан кантип карайсыздар, буну кантип караш керек, анан бул качан эгүүгө даяр болот, ошондой суроолорго YouTube көрүүчүлөргө айтып берсеңиз ушул боюнчачы. Буну качан таштадыңыздар? Assalamu alaikum урматтуу декандар. Биз бул помидор Yusuf деген сорт, Yusuf F1. F1, я? Келиң, отуруп алайлы. Yusuf F1. Буну 1-январ күнү уругун ушундай кылып таштаганбыз. 1-январда? 1-январда таштаганбыз уругду. Мана эми буну азыр бүгүн 3 күн болду. Буларды азыр силерге чыкканга чыгып көрсөтөбүз. Кулөккө алдык. Кулөккө алып койдуңуз? Кулөккө алып койдук. Эми азыр улар оду мындай болуп турган жок. Кичине соолуп турады. Узагы бир жумада өзүгө келип, Bir jumada özüge keledi. Bir jumada özüge keledi. Keyin bunu manaqa plyonkanı açtık ekemen deganlar Mart'ta 15'inden aptiket ekiveradi. Açık ekemen deganlar aprelda 10'dan eken. Bunu zakaz qilib beramiz. Ertaroq eksen ne bolip qoladi? Ertaroq ekse bo'laveradi. Biroq buni suv urbash kerak. Suv urmas kerak-da. Qancha gradusda talaga chiqsa bo'ladi? Bular tashqaridan yerdan optimal temperatura 10-12 gradus bo'lganda, kelganda ekkanda nimaga talabga muvofiq bo'ladi-da bu. Undan u yog'ida nima bo'lsa, ota nima? Sovuq bo'lsa, mana bu nimalarni badanlar ko'karib qoladi-da, sovuqqa chidamay qolib, o'sib to'xtab qoladi o'sishi. Ular badanlar. Hozir buni esa kulokka oladigan payti bo'ldi mana. Kulokka ola turgan payti bo'ldi. O'rtasida nega yo'q bu yerda hozir? Bu yerdagini olib o'tkazganmiz bu yoqqa. Boshqa joqqa olib qo'ydingizlar. Boshqa olib qo'yganmiz, boshqa olib kulokka qo'yganmiz-da. Bu atrofida keyingi chiqqanlari bular. Bir kun, 2 kun keyin chiqadi. Ba'zi urug' bir kunda chiqa olmaydi-da. Bir vaqtda chiqa olmaydi. Keyin qolganlar ekanda ular. Hozir endi keyingi nemangizga kiraylik. Keyingi cho'ng nemega kirib kelatamiz. Bul yerda kulokka olingan nemeni ko'rib o'xshaymiz, a? Mana bu. Bu qachon o'tkazildi bularga? Bu kecha o'tkazilgan. Bularni kecha o'tkazildingizlar. Kecha o'tkazilgan, bular. Boshqa hozirgi yo'q degan joydagi ko'chatlar kecha o'tkazildi shu taylar. Bayog'i yo'q yerdagi ko'chatlar bular ekanda. Hozir issiqda shuni tushunib turadi-da bu. Bu qayra jatib qolganlar qayta o'ziga keladi. 1-3 kunda o'ziga keladi bular. Bir juma ichida. Bir jumada o'zine keladi. Hozir siz elga bere turgan bolsoңуз, астында тамыры менен мынау стаканчыгы менен берет экенсиз, ошондо? Стаканчык менен берем, ооба. Мына стаканчыгы менен. Ошондо көктөшү эч кандай проблема жок экен. Жок. Проблема болбойт. Мына ушундай стаканчык менен беребиз. Бул карам, капуста окшойт. Капуста, Farova сорт, Farova. Farova деген сорт. Farova сорты, F1. Bu 1,5dan 2,5 kilogacha bo'ladi, kiloga. Oho. Ошондо 1,5-2 kg болгондо адамдын башында эле болуп калат. Ошондой башында эле болуп калат-да бу. Буну азыр биз далага 25-martdan atishga harakat qilamiz deyapmiz. Biroq ertaroq eksa ham bo'ladi buni. Ertaroq eksa da bo'ladi. Sovuqqa chidaydi-da bu. Biz endi shartimiz ashinga to'g'ri keladi. Buni Bulturgi yili 2022-yil ekkanimizda 29-mayda 30-iyunda 30-may ekan, mayda sotganmiz-da buni. 30-mayga bashlar ertagi bo'lib qoladi ekanda. Shunda sotganmiz. Bul ko'chatlarni aslında qayoqqa sotasiz? Buni Aravanga sotamiz. Aravanın o'ziga ele, boshqa da ketadi. Endi sproska qarab buni reklama hali chiqarganimiz yo'q. Men kelib tartatgan hozir, internetga chiqardik. 10 ming shtuk bor bu yerda. Hozir 10 ming shtuk bor. 10 ming shtuk. Pomidor ko'chatchi? Pomidor ko'chat bu yerda 13 ming shtuk bor. 13 ming. 13 ming, naryoqda 4 ming. Chiqar 25 ming shtuk bor. 25 ming, ha? Bul yerda hozir uzun turasi qancha beri? 30 metrdan oshiq o'xshaydi, ha? 40 metr uzunligi bor. 40 metr, ha. Eni 8 metr.
Азыр bunun içe киргенде кадимкидей ысып кетип атат. Бул жерде бир градусу канча бар бу жерде? Hozir bu yerda 30 gradus var da. Aha. Biroq bu yerda endi yozda kunida issiqda, erta tongda kechki salqinda ish qilinadi. Kechki ish bo'ladi. Bo'lmasa unday bo'lib turib beradi-da. Эми муну акчасын баягы сурай тургандар болсо, акчасы канча болот? Эгер оштон сурап калса жеткирип бересиздерби? Кандай болуп калат? Yo'q, bular hozir zakaz qilingan бар. Буларга заказ бар. Zakaz Даяр. бар. Муну азыр сатпайт экенсиз да? Yo'q, sotmaydi. Bu zakazga qilingan bular. Булар заказга болгон. Bizga bergan, zakazga bergan odamniki oshib qolsa, lekin sotishingiz mumkin. Артып калса сатышыңыздар мүмкүн. Sat berasiz. Заказ берсе сиздер көчөттү даярда бересиздер. Zakaz bersa biz ko'cha daярда beramiz. Бул дагы бир сурай турган нерсе, муну баягы кадимкидей эле талак алып чыгып тигеби же теплицага тигеби? Talaga tegek buni. Талага тигет, да? Анан талада буну өзгөчө кантип караш керек? Секреттери бар, уну кантип караш керек? Talaga borganda buni основной bunga yaxshi qarash kerak. Buni meva olguncha bo'lgunga qadar buni yaxshi baqib olish kerak. Sabab keyincha kiramay qoladi. O'sib ketadi-da. Ovlatib qarab olsa, birinchi, ikkinchi shoxlarda mevasi bo'lgunga qadar qarab olsa, keyin u yoqqa qarab ketaveradi. Shu paytlarda gullagan paytda, основной gullagan paytda bu dehqonlarimiz nima qilmayapti-da? Gullagan paytda haligi kapalak uchadi-ku. Tuxum qo'yadi-da. Bunga tuxum qo'yganda shu nimaning ichidan, pomidorning ichidan qurt chiqadi-da. Shuni shu gullagan paytda bir 3-4 marta обязательно Darlash kerak. Darlash kerak. Qaysi darmen darlash kerak? Qaysini qo'llanasiz? Har xil bor. Insektsitlerden BL8. BL8 mi? Haligi u qurtlarga qarshi bor-ku da. Insektsitlerden de. Berish kerak. To'g'ri aytasiz. Xudo xolasa mana Bul ish bilan qancha yildan beri alektenib kelatasiz? 17-yildan beri. 17-yildan beri. Sirtqa chiqaylik-chi, jomon isiq ekan, terdetib berdi. 2017-yili mana uni test center bilan. Test center bilan. Test center bilan saymasni test center bizga yordam qilib, aksasini 20-30% to'ladik, keyin qolganini pishganda to'ladik. Bu menga hozir aytaymi? 156 mingga tushgan. 156 mingga 40 metrlik 40 ga 10 bo'lib qoladi. 40 ga 8. 40 ga 8 formatda ekanda. Mana uni o'zim jasaganman buni 2000. Buni keyin o'zingiz jasadingiz. Buni 2009-yil jasaganman o'zim. 2009-yildan beri endi ikkinchi marta plyonkasin almoqchiman buni. İşleringizge omad, son işleri jasap atkız. Бар болыңыз, өміріңіз uzun болсын. Бұл телеканал Бағастыр Қырғызстан каналда YouTube'ға шығады. Бұйырса YouTube'дан көресіз. İşіңізге игілік аға. Рахмат сілерге.